ma'shuqasini mayda bo'laklarga bo'lib, mazza qilib yegan. Pupsiki, всем привет! YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi voqea sizlarni shokka tushirishi aniq. Yaxshilab o'rnashib olinglar, juda ham qiziq bo'ladi. Aytgancha, yuragi boshlar ko'rmasin. Hozirgi kunda insonlar kanniballarni yo'q bo'lib ketgan deb o'ylashadi. Lekin afsus, unday emas. 1995-yil 5-iyulda dunyoga bo'lajak kannibal dunyoga keladi. Dmitriy Luchin. U nafaqat oddiy odamxo'r, balkim u shoir odamxo'r. U hattoki Yil shoiri nominatsiyasini qo'lga kiritgan. Yoshligida juda ham g'alati bo'lgan deyshadi, lekin ko'pchilik bunga ahamiyat bermagan. Va yoshligidan sportga qiziqib, o'z qomatiga urg'u bergan. Maktabni bitirib texnikumga o'qishga kiradi. U juda ham qizlar bilan yaxshi til topishadigan, chunki u romantik bo'lgan. Qizlarga she'r aytib, qizlarni ko'nglini olib yuradigan bo'lgan. Do'stlari uni juda ham yaxshi bola, tinch, xulq-atvorini maqtashgan. Lekin Dmitriyni ikkinchi tarafini hech kim bilmagan. U Amerikanskaya istoriya ужасов juda ham yaxshi ko'rgan seriali bo'lgan. Uni kumiri hamma tanigan Jeffrey Dahmer. Xuddi unga o'xshamoqchi bo'lgan va zombidagi grimlar qilib, fotosessiyalar qilgan. Jin chaqirish, okkultizm va rituallarga qiziqqan. Bizni shoirimiz ilhom kelishi uchun kechasi bilan odamlarni o'ldirishni orzu qilib chiqqan va maqsadiga yetgan. Dmitriy ijtimoiy tarmoqlarda juda ham aktiv bo'lgan va kunlarning birida uni profiliga 45 yoshli Olga Budunova ismli ayol yozadi. Ular boshida bir-biriga xushomad qilib yurishadi. Keyin esa ular ko'rishmoqchi bo'ladi, ya'ni svidaniya. Olga 8-mart kuni Dmitriyni uyga taklif qiladi. Afsus, Olga bu kun uni oxirgi kuniligini bilmaydi. 8-mart kuni Dmitriy o'zini yangi she'rlarini sovg'a tariqasida olib, vino olib, Olgani uyiga boradi. Boshida ular bir-biriga xushomad qilib yaxshi gaplashishadi, lekin keyinchalik ularni orasida urush sodir bo'ladi. Bu urushni Dmitriyni o'zi qo'zitgan bo'ladi. Urushayotganda Dmitriy vinoni butilkasida 10 martadan oshiq Olgani uradi. Olga, естественно, hushidan ketib qoladi. Do'stlar, agar nimadir yeyotgan bo'lsanglar, iltimos unaqa qilmanglar, keyingi gaplar sizlarning ko'ngillarni aynitishi mumkin. Olga hushidan ketgandan keyin Dmitriy pichoqni olib, o'z maqsadiga intiladi. Olgani miyasini ozgina kusochigini yeb ko'radi. Unga yoqadi va keyin tanasini mayda bo'laklarga bo'lib, uni skоворodkada qo'g'irib yemoqchi bo'ladi. Lekin qo'g'irishdan oldin 1-2 tatib ko'radi va mazza qilib yeydi. Eng qizig'i, keyinchalik stakanga Olgani qonini quyadi va o'zini kumirlaridagi qonni ichib ko'rmoqchi bo'ladi. Qonni ichadi, unga u shunaqa yoqadi, mazza qilib yana 2-3 marta ichadi. Inson qonini, o'lik murdani rosa masxara qiladi. Uni mayda bo'laklarga bo'lib, o'z xayoliga kelgan narsasini bajaradi. U o'zini kumirlaridagi shayton bilan bitim tuzmoqchi bo'lib, Olganing qonini olib, eshikka yulduz chizadi. Lekin gapi bo'yicha shayton kelmaydi. Lekin ilhom keladi va Olganing qonidan devorga yangi o'zini she'rini yozadi. Qo'shnilar srazu militsiya chaqirishgan bo'ladi va eshik ham yopilmagan bo'ladi. Militsiyalar uni o'sha uyda ushlab qolishadi.
Albatta, militsiyalar shokka tushadi. Butun karyerasi bo'yicha bunaqa dahshatli qotillikni hech kim ko'rmagan bo'ladi. Eng qizig'i, Olgani qulog'ini, qornilarini kesib tashlab, mushuni miskasiga ham solib qo'ygan bo'ladi. Ужас. Sudda Dmitriy tan olmaydi. Meni majburlab shu narsani tan oldirdi deb aytishadi. Dmitriyga butun umr qamoq jazosi beradi deb o'ylagan bo'lsanglar, unaqa emas. Atiga 20 yil qamoq jazosini beradi. Вы думаете, кто это перед вами? Маньяк, убийца, людоед? Но нет, я объясню все краткими словами. Студент, спортсмен, поэт, остальное бред. Bu voqea haqida o'z fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Yana shunaqa YouTube'ga videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus qo'yib, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.